Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun hayotimizdagi ba'zi bir dolzarb mavzularda hammani qiziqtiradigan va ko'pchilikni qiynab kelayotgan savollar bo'yicha muammo, yechim, xulosa nomli mavzuda suhbatlashamiz. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasini faxrli professori, minglagan shogirdlarni chiqargan, minglagan talabalarga to'g'ri yo'l ko'rsatgan ustozimiz Ilhomjon Bekmirzaev domla bo'ladilar. Ustoz, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, Marjon, rahmat. Ustoz, bugungi suhbatimizga yo'q demay tashrif buyurganingiz uchun tashakkur va esingizda bo'lsa, suhbatni tashkillashtirishlik masalasida shu mavzular nima deb so'raganingizda, ustoz, ijtimoiy hayotimizdagi eng dolzarb mavzular, ko'pchilik savolni javobini kutayotgan savollar bo'ladi. Shu borada ruxsat berasizmi deganimda, albatta yaxshi bo'ladi deb jonbozlik ko'rsatib, buni tezlashtirish kerak degan masalani ko'tardingiz. Katta rahmat buning uchun. Ustoz, bevosita shu mavzuyimizga kirishar ekanmiz. Bugungi suhbatimizni nechog'lik muhim ekanligini bir eslatib o'tmoqchi edim. Juda ko'pchiligimizda ba'zi bir savollar bor. U savollarni ba'zi bir o'sha sohani mutaxassislaridan ham so'rab ololmaydigan savollarimiz bo'ladi. Haqiqatda voqelikda aynan shu narsani ko'rib turibmiz. Aynan shu ijtimoiy tarmoqlar orqali berilayotgan savollarda ham xuddi shu narsani ko'rsak bo'ladi. Savollar kelyapti. U savollar juda ko'pchilikka oid savollar. Mana shu og'riqli nuqtalarga bir yechim izlash ma'nosida ustoz suhbatimizga kirishamiz. Xo'p, birinchi savolimiz ustoz, bugungi yoshlarda axborot ko'p, lekin ko'rib turibmizki, ilm olishlik jarayoni hamin qadar. Telefon va ijtimoiy tarmoqlar ilm bo'lishga xizmat qilyaptimi yoki to'siq bo'lib qolyaptimi? Diqqatni jamlash borasida qanaqangi maslahatlar bergan bo'lardingiz? Avvalambor rahmat Marjon, bizni mana shu studiyaga taklif qilib, xayrli ishlar boshlagansiz. Sizga mana muborak Ramazon oylarida turibmiz. Sizga bir muvaffaqiyat, kelgusi ishlaringizda Rahmat. omadlar tilab, shu qilayotgan sa'y-harakatlaringiz ajab emas, xalqimizni, yoshlarimizni ongida tub burilishlar hosil qilib. Loaqal shu bizni kuzatayotgan tomoshabinlar, bizni kuzatayotgan kuzatuvchilarimizni bittasi shu suhbatdan bir manfaatli bo'lib chiqib ketsa ham biz yutug'imiz. Sizni albatta bizni taklif qilgan hammamizni yutug'imiz hisoblanadi. Inshaalloh. Haqiqatda olim bo'lish qiyin bo'lib qoldi hozir. Mantiq olib qaraganda, chunki oldin olim bo'lish osonroq edi. Chunki masalan Ibn Sino bobomiz bitta gaplari bor. Men metafizika degan fan borligini Buxoro bozorlarida yursam, Aristotelda bir metafizika asariga o'zim tushib qoldi. Bir o'qidim, qanaqa fan ekan bu deb, ikki o'qidim, tushunmadimda, keyin yana o'sha kitob do'konidagi kitob sotuvchiga borib, buni birortasi forsdami, arabdami sharhlab berganlari bormi desa, mana bu odam sharhlagani bor deb turib, keyin Abu Nasr Farobiyning shu metafizikaga yozgan sharhi bor ekan. Shu sharhni olib, keyin boshiga muallimi soniy deb qo'yishgan ekan. Muallimul avval Aristotelning o'zi muallimi soniy Abu Nasr Farobiy ekan. Haligini bir marta o'qishdayoq bu fan nima ekanligini tushundim. Metafizika o'sha aynan borliq, koinot, uni vujudga kelish evolyutsiyasi, o'sha paytda Yunon falsafasi rivojlanib, buni Abu Nasr Forobiy qadimgi Yunondan arab tiliga o'girib, uni sharhlab, jumlalarni tushuntirgan ekan. Aytmoqchi bo'lganim, Ibn Sino bitta kitob bilan metafizika ilmini mutaxassisga aylandi. Qoyil. Yoki bo'lmasa mantiq ilmiga qiziqish orqali men Imom G'azzoliyni mantiqqa oid bir asarlarini o'qidim. Imom G'azzoliydan kechira Roziy, menimcha Roziyga oid bir asarlarni o'qidim. Va mantiq ilmini ham o'zlashtirdim. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha paytdagi olimlar bitta eng haligi muhim bo'lgan bir manbani olib o'rganib, o'shani tez o'zlashtirgan. Endi hozir unaqa emas zamon. Zamon murakkablashib ketdi. Masalan, oddiy bir misol, hozir ijtimoiy tarmoqda deyapsiz, xalqaro huquq deb yozadigan bo'lsangiz, minglab, hattoki butun boshli kutubxonalar chiqib keladi. Yoki bo'lmasa, mana o'zimizning mutaxassisligimizdan kelib chiqib turib, Al-Fiqhul Hanafi deb yozadigan bo'lsangiz, bitta Al-Fiqhul Hanafi bo'yicha minglab kitoblar saqlanadigan elektron kutubxonalar bor. Qo'lyozmalar. Qaysi birini o'qishga imkoniyatingiz bo'ladi? Ayniqsa hozir globallashuv davri bo'lsa, vaqt tig'iz bo'lsa, vaqt juda bir haligi tez o'tayotgan bir zamonda, hamma yo'q tezlashib ketgan bir zamonda yashayapmiz. Umr ham yetmayapti. Bitta kitobni zo'rg'a u yoq bu yoqni o'rganib ko'rib chiqishimizga 1 yil, ba'zan 2 yil ketib qoladi. Lekin oldingi olimlar bitta kitobni o'qib olim bo'lib ketishgan.
Endi hozir bir-biriga tafovut bo'ladigan manbalar ko'payib ketdi. Hanafiy fiqhi deymiz-u, Pokistonda yozgan tadqiqotchini Hanafiyga oid tadqiqoti Hindistonda yozilgan tadqiqotdan biroz farq qilyapti. Turkiyada yozilganidan keskin farq qiladi. O'zbekistondagisi umuman bir-biridan farq qiladi. Rossiyada yozilgan tadqiqot umuman farq qiladi. Demak, jo'g'rofiy joylashuv, siyosiy maqsadlari, tuzumlari bir-biridan farqlanib ketgan. Shuning uchun hozir aytdingiz, o'sha internet tarmoqlari, axborot ilmda birinchi o'rinda diqqat qilishdan ham ko'ra odam o'ziga bir jadval tuzish kerak ekanda. Endi hozir olimlik yo'lini tanlagan inson yoki bir sohani mutaxassisligini tanlagan inson birinchi o'rinda nima fanlarni birlamchi, qaysi fanlarni, qaysi kitoblarni o'qib chiqishim kerak va o'sha menga yetarli hisoblanadi. Mana Ibn Sino bitta Farobiyni yozgan sharhni o'qib metafizikani tushunib oldida. Hozir ham o'shanaqangi salohiyatda yozilgan manbalar bor, kitoblar bor. Ular 4 ta bo'lishi mumkin, 5 ta. Boring endi bitta kitob bo'lmaydi, o'rta asrlarga o'xshab. Boring 10 ta kitob bo'lsin. O'sha kitoblarni birinchi o'rinda tanlab olishlik uchun shu sohani bir mutaxassisini topish kerak-da. Ijtimoiy tarmoq orqalimi, hayotdami qidirib, elektron orqali bo'lsa ham bog'lanib, birinchi alifboda bu sohani alifbosi qaysi kitob, o'rta boshlang'ich ta'limi qaysi kitob, katta sinflarda qaysi kitob, oliy tizimda qaysini o'qish kerak va oxiri qanaqa xulosaga kelish kerak degan tizimni birinchi o'rinda o'ziga yaratib olish kerak. Demak, aytmoqchisizki, ustoz, o'sha tolib ilmlar o'z sohasidagi o'qilishi kerak bo'lgan manbalarni Saralab olish tartiblab kerak. olishlik kerak, Albatta. saralab olishlik kerak. Albatta. Ustoz, suhbat jarayonida aytib o'tib ketdingiz, vaqtimizdan baraka ketishligi masalasida haqiqatda bugungi kunda juda ko'pchilikdan eshitadigan gapim aynan mana shu: vaqtda baraka qolmadi, hech narsaga ulgurib bo'lmayapti. Tolib ilmlar ham shu yoki taksiga o'tirsam, taksist ham xuddi shu gapni aytadi. Shu borada ham biroz fikringizni bildirsangiz. Hozir odamlar o'zida konsentratsiyani yo'qotib qo'ydi. Ya'ni diqqat e'tiborni bo'shashib ketdi. Buni o'zbekchada ham qat'iyatli deymiz. Bu sal qat'iyatli bo'lgan hayotda deb qo'yilardi-yu. Qat'iyat yo'qolib qoldi. Keyin konsentratsiya deydi buni. Diqqat, e'tibor odamlarning fikri buzilib ketdi. Ma'lumot juda ko'p. Ijtimoiy tarmoqlar, Instagramni olasizmi, Facebookni olasizmi, YouTube'ni olasizmi? O'zimizda ham misol ba'zan o'zim qiziqib ham roliklarga kirib, roliklarni kuzatish jarayonida vaqtga qarasam 1 soat, 1,5 soat o'tib ketib qoladi. Keyin o'zimga savol beraman, shu 1 soat, 1,5 soat bitta risolani o'qib, shuni bir tahlil qilsam bo'lardi-ku, shu afzal-ku, lekin vaqt o'tib bo'lgan bo'ladi. Vaqtni boy bergandan keyin shayton ham keyin sizni xayolingizga, fikringizga o'sha ijobiy ishni qilsang ham bo'lardi-ku degan fikrni olib keladi. Endi hozirgi kunda yoshlarimiz juda ijtimoiy tarmoqlarga bog'lanib qolgan. Buni sababi bolaligidan. Sababi mana o'zimiz kuzatyapmiz. Targ'ibotlarda ko'ramiz, oilalarda ko'ramiz, o'zimiz oilamizda ham. Hozirgi kunda sal tili chiqqan bola birinchi yopishgan narsasi planshet yoki telefon orqali ota-ona shu tinchlik o'tirsin deb turib telefonini beradi, planshetini beradi. Hozirgi kundagi multfilmlarda ham qanaqadir ostida maqsadlar bor, rejalar bor. Bola aqlini tanibdiki, shu ijtimoiy tarmoqlar, mana shu internet tarmoqlari orqali haligi multfilmlarni yoki turli bolalarga oid deymiz, ba'zilarini umuman bolalarga ham oid hisoblamayman. Bir g'oyalar ostiga, g'oyalarga ko'milgan Yevropacha madaniyat yoki sharqona islomiy madaniyatdan uzoq bo'lgan bir qarashlarga sug'orilgan filmlar, multfilmlar, roliklarni ko'rib katta bo'lyapti-da. Va shunga qul bo'lib qolyapti, ya'ni tobe bo'lib qolyapti. Natijada aytmoqchi bo'lganim, mana shunga bog'langan odamni hech narsaga ulgurmayapti. Chunki na bir tizimli ilm bor unda, na tizimli kasb o'rganish bor. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarni eng katta yoshlarga keltirgan foydasi bilasizmi, Ma'rufjon? Dangasalik. O'ta loqayd, o'ta sovuqqon, o'ta dangasa, hayotni o'ta yengil. Shu tapir-putur yechinib turib, tapir-putur ovqatini yeb, shu tezroq shu YouTube'ga kirsada, shu tezroq Telegramga kirsada, shu tezroq Facebook yoki ijtimoiy tarmoqlarning Instagramiga kirib turib, dunyoda bo'ladi. Haligilarni agar ba'zan o'zimga savol beraman, molo ya'ni deydi-yu. Ya'ni u hech bir insonda o'sishiga, taraqqiy etishiga bir foydasi ham, manfaati ham bo'lmagan narsa.
bitta san'atkor chiqib olib turib, bitta san'atkor tanqid qiladi. Bittasi chiqib, bittasini tanqid qiladi. Bu o'zaro bo'ladigan mashhur odamlar deymizmi, o'sha skandallar, tortishuvlar siz uchun umuman ahamiyati yo'q uni. U ham, bu ham o'zi uchun javob beradi, dunyoda ham, oxiratda ham. Lekin siz ham o'zingiz uchun javob berasiz. Mana shu narsalar konsentratsiya, diqqatini yig'olmayapti yoshlar hozir. Qat'iyatlik yetishmayapti. Chunki buni mana bu hozirgi kundagi ijtimoiy tarmoqlar ularni aqlini, fikrini parokanda qilib yubordi-da. Demak, o'sha vaqtimizni barakasi ketdi deyishligimizga Diqqat omil bo'lgan narsalardan biri bu shu ijtimoiy tarmoqlarga mukkasidan ketishligimiz Albatta. va yoki bo'lmasam televizorlarda kino yoki serial, multfilmlar bilan vaqtni o'tkazishligimiz. Haqiqatda ustoz aytganingizdek, multfilm ko'rar ekanmiz yoki bir kino ko'rar ekanmiz, qanaqadir vaqt o'tganini bilmay qolamiz. Albatta. Demak, bu ham o'sha boyagi biz vaqtni barakasi ketdi deyishligimizga olib kelayotgan narsa aslida. Lekin aslan olib qaralsa, vaqt o'sha. O'zi Ma'rufjon, mana shu yerda hozirgi kungi yoshlarga bitta taklifni berardimki, reja kerak. Endi inson oldin balki reja qilinmagandir, chunki oldin ham ishlar juda sodda bo'lgan. Hayot o'ta murakkab bo'lmagan. Ertalab turaman, dalaga chiqaman, ustaxonaga boraman, kasbimni qilaman, kechqurun qaytaman, ibodatlarni vaqtida qilib, kerakli risolani o'qib turib, vaqtida yotgan odamlar. 9-10 da yotgan. Hozir inson, ayniqsa yoshlar o'ziga oldiga qat'iy reja qo'ymasa, bu hayotda o'yinlarga aldanib qoladi. Umr o'tib ketib qolganini bilmaydi. Mana ko'plarni kuzatyapmiz. Umr ketib qolibdi. Pasht demasa 35 ga kiribman, 30 ga 40, 45 ga kiribman. Lekin hali hayotda o'zini bir maqsadini belgilab olgan emas. Reja. Mayli o'sha filmni ham ko'rsin, balki o'shandan xulosa chiqarish uchun kerakdir. Lekin muayyan bir vaqtda. Mayli o'sha bola multfilmni ko'rsin, lekin muayyan bir vaqtda. 10 daqiqadir, 15 daqiqadir. Lekin ota-ona o'sha kundalik rejasiga, o'sha bolani tarbiyasiga shuni kiritish kerak. Lekin soatlab o'ynamaslik kerak. Soatlab o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'tirmaslik kerak. Mayli 10 daqiqa dunyodagi bo'layotgan voqealarni, odamlarning o'zgarishini, dunyoqarashini kuzatish uchun kerakdir. Chunki inson baribir kuzatuvchi ham bo'lish kerak. Chunki xulosalar, tahlilga kelishligi uchun dunyoda kechayotgan jarayonlar, yoshlarning o'zini tutishidan xulosa chiqarish kerak-ku. Lekin afsuski ko'p yoshlarimiz ertalab, ayniqsa qizlarni ko'p kuzataman. Bilmadim, qizlar ko'proq ehtirosga beriluvchi ham bo'ladimi? Ya'ni bolalar ham bir g'alcha bo'lib qolgan. Haligi gap uqmas, haqiqatda bir yaltir, yultir, yengil hayotga berilib ketganmi? Umrini aksariyat vaqtini, aksariyat shonli, aksariyat bir manfaatli, mazmunli o'tkazadigan vaqtini behuda narsalarga sarflab boryapti. Reja qilsa shu narsa bo'lmaydi. Yo'q, o'zini majburlash ham kerak-da. Faqat masalan 6 va 7 ning orasida ijtimoiy tarmoqlarga murojaat qilishim mumkin. Faqat Ma'rufjonni fikrlarini yoki falon ko'rsatuvni va falon Telegramdagi guruhni e'lonlarini o'qib chiqishim mumkin deb o'ziga reja qo'yish kerak. Har kunga har xil. Uzog'i 1 soat yo yarim soat. Shunda balki o'zini bir insoniyligini, o'zini vaqtida tejab qolishligi mumkin. Demak, aytmoqchisiz, ustoz, vaqtimizda aslida baraka bor. Qachonki biz vaqtimizni tartiblab olsak, Rejalashtirib olsak, keyin bir aniq o'ylagan maqsadga erishish imkoniyati paydo bo'ladi deyman-da. Rahmat ustoz. Ustoz, bugun hech kimga sir emas, ijtimoiy hayotda juda ko'plab yechimini kutayotgan masalalar bor. Va u masalalar meni nazdimda boshqa, sizning nazdingizda boshqa bo'lishi mumkin. Aynan sizni ko'zingizga bugun yechimi uchun harakat qilinishligi lozim deb bilgan muammolar, ijtimoiy hayotdagi o'z yechimini kutayotgan masalalar qaysi deb o'ylaysiz? Haqiqatda jiddiy masala. Hozir o'zbek xalqini oladigan bo'lsak, O'zbekiston yoshlari, tashqarida bizni kuzatayotgan, O'zbekiston ichida bizni kuzatayotgan yoshlarimiz oldida juda katta muammo. Global davr muammosi paydo bo'lgan. Ya'ni o'zbeklarga xos bo'lmagan madaniyat o'sha ancha bo'ldi kirib kelganiga. Bu endi ommalashib boryapti. Bu madaniyat ommalashib boryapti. Bu madaniyatga biz sal hushyor tortmasak, bu madaniyatga har birimiz aql, fikr, tafakkurni ishlatib munosabat bildirmasak, ertaga shu madaniyatlarga g'arq bo'lib ketishimiz mumkin. Bu g'arq bo'lib ketgandan keyin o'zbek xalqini bir millat sifatida, xalq sifatida, o'zini gapi, so'zi sifatida
davlatchilik tarixi bor bir jamiyat sifatida nufuzi ketib qolishi mumkin xalqaro hamjamiyatda. Mana haqiqatda davlatimiz rahbari qayerga borsa shu o'zbekning imijini ko'tarishga harakat bo'lyapti. O'zbekistonda mana qurilayotgan qurilishlarni ko'rsangiz ham, qilinayotgan ishlarni ko'rsangiz ham. Lekin o'zimiz bilmagan holda yoshlarni oldida hozir juda katta ommaviy madaniyatni ostonasiga kelib qoldi yoshlar. Agar bularga jiddiy qaramasak, ertaga bular g'arq bo'lib ketsa, ko'pgina statuslarni, ko'pgina munosabatlar dars ketib qoladi. Jumladan eng katta muammo sifatida hozir men ko'rib turibman ota-ona va farzand munosabatlari. Mana yoshlar kuzatadi, bizni sizni. Juda og'riqli. Hozirgi og'irlik masala. Ota-ona bor buduni beryapti. O'g'lim, qizim mendan yuqori bo'lsin deb eng qimmat markazlarga jo'natadi. Eng qimmat xususiy maktablarga beradi. Qimmat xususiy bog'chalarga beryapti. Eng oldi fanlarni, eng oldi o'qituvchilarga eng katta mablag'larni berib, ishlab topib, kunni kun demay, tunni tun demay ishlab shu bolam deyapti-da. Psixologik gap bor-ku, kuzatuvchilik bilan tarbiyalanadigan bola bor, e'tibor bilan tarbiyalanadigan bola. Biz o'zbek xalqining mentaliteti doim kuzatuvchilik, ishtirokchilik tarbiyasi ustun kelgan. Shuni ostida men islom dini nuqtai nazaridan ham jamoat manfaati, jamoat tarbiyasi ustun turgan deydi masalan. Nahnu, Alloh taolo har doim biz deb murojaat qilgan-ku bandalarga. Demak, afsuski keyingi paytda hozirgi kunda O'zbekistonda bolam degan haligi nima deydi? E'tibor tarbiyasi, buni hozirgi kunda g'arbda egocentristik tarbiya deydi. Buni o'zbek tilida xudbinlik tarbiyasi deymiz, qo'pol qilib aytganda. Bola xudbin bo'lyapti endi. Ertaga 3 ta, 4 ta, 5 ta tilni bilgandan keyin, demak, yegani ketida, yemagani oldinda bo'lib, hamma sharoitlar bor, komfort hayot. Oilada repetitorlar kelib turibdi. Faqat shu o'sishga, inson sifatida, mutaxassis sifatida yuksalishga oilada investitsiya ajratilyapti. Bu to'g'ri investitsiya. Lekin xudbin. Bu bola ertaga shu tillarni o'rganib, zo'r salohiyatga erishgandan keyin har bitta mamlakat ideal mamlakat yo'q. Men hozir aytmoqchimanki, 200 dan ortiq mamlakat bo'lsa ideal yo'q. Ideal mamlakat qiyin, chunki Alloh taolo innal insana lafi khusrin, sadaqallohu azim. Albatta inson qusurda bo'ladi. Aybi nuqsonda, beayb Parvardigor. Har bitta jamiyatning o'ziga xos ayblari bor, lekin faqat shu nuqson muammolarga tik qaray olish va ularni aql bilan, tafakkur bilan uzog'ini o'ylab hal qilish yoshlarning qo'lida. Yoshlar bu qiyinchiliklarni ko'ryapti-da, bu muammolarni. Demak, bu joy meni joyim emas deb ertaga o'zining kelajagini Kanadada ko'ryapti bu yigit. Kelajagini Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'ryapti. Avstraliyada. Ertaga shuncha mablag' sarflab uni katta qilgan ota-ona u uchun qadrsiz, ahamiyatsiz. U uchun karyera muhim. U uchun buni hurmat qiladigan, buni karyerasini, buni iste'dodini, buni IQ'sini, iqtidorini tan oladigan jamiyat kerak. Nima keragi bor unaqa jamiyat? Menga bunaqangi qadrim yetmaydigan jamiyat deyapti-da, xudbin O'zbekistondagi masalan jamiyatdagi yoshlardagi muammolar 10-15 daraja bo'lib vatanni tark etdi. Undan bu narsa kutish qiyin. Shuning uchun mana shu ilmni berish bilan bir qatorda o'zbek mentalitetini ham, bizning mentalitetimiz ishtirokchilik. Har bitta ota, mana esingizda bo'lsa, hozir ota-onalarda esidan chiqib ketdi. Bola jamiyatga qo'shilgan. Mana masalan, meni otam sartaroshxonaga chiqsa ham meni olib chiqardilar. Bir joyga gapga borsalar ham meni gapga o'zlari bilan birga olib ketardilar. Hattoki benzin zapravkaga bormoqchi bo'lsa ham, yur, benzin quyib kelaylik deb meni olib olardilar. Tushunmasdim. Men o'zingiz borib kelsiz bo'laveradi degan savol hozir mana. Lekin u tarbiya bor ekan. O'sha zapravkada to'xtab, ochirib 4 ta 5 ta mashina bo'lsa to'xtab, bundan gap. Men ishtirokchi bo'lardim. Sartaroshxonaga chiqsam ham, ochilib turgan sartaroshlarning oldida ishtirokchi bo'lardim. Gapga borsam, dadamni oshna og'aynilari bilan ishtirokchi o'laroq ularga xizmat qilardim, choy toshirdim, boshqa piyozini, sabzisini olib borib berardim. Haligi tarvuz qovun bo'lsa, ularni so'yib, yuvib, olib kelib xizmat qilardim va axborot almashinardi. Hozir bola o'ziga tashab qo'yilgan.
ota shu bolani boqishim kerak deb ertalabdan kechgacha mehnatda bu bola nima bilan shug'ullanyapti, qanaqa ongi rivojlanyapti, tafakkuri qaysi tomonga qarab ketyapti, qiziqmayaptida. Shu 18-19 ga kirgandan keyin kiyinishi boshqacha bo'lib qolgan, soch qo'yish stili boshqacha, gapirishi boshqacha, oilada o'zini tutishi boshqacha, jamiyatda o'zbek mentalitetidagi muloqotda umuman bir boshqacha muloqot. Qo'rs, xudbin, bir manfaat, bir yorug'lik, bir yordam, bir yaxshilik chiqadigan bolaga o'xshab faqat pul manfaatlar ustiga qurilgan. Bunaqada bo'lmaydi. U yerdagi jamiyat qanaqa qilib biz haligi bir millat sifatida o'zimiz gap so'zimizga ega bo'lgan. Shuning uchun biz egotsentristlik tarbiyadan bu g'arbda bo'laverar balki, lekin O'zbekiston eskidan jamoa bo'lganda endi bizda kollektiv manfaat himoya qilingan. O'shaning uchun haligi ikkinchi jahon urushi paytida ham 15 talab, 20 talab bolalarni bekorga boqib olishmaganda. Chunki jamoat bilan tiraymiz-da biz. Ertaga bu xudbin karyeradan bir narsa qilish qiyin. Bu yoshlar ertaga o'ziga ma'qul bo'lgan jamiyat, ma'qul bo'lgan iqlimga qarab ketadi. Yana muammolar girdobida qolaveramiz. Mana shu muammolarni hal qilishlik uchun salohiyatli, lekin mentaliteti bor, o'zbek mentaliteti qalbiga kirgan, qadriyati bor yoshlarga davlat, jamiyat har doim ehtiyoj sezadi. Har doim. Bundan keyin ham sezadi. Eng katta muammo shu deb o'ylayman. Ustoz, ayni masalada o'tmishdoshlarimizni esladingiz. Bizda ham ilgari xuddi shunaqangi holatlarni kuzatilardi. Yoshligimizda buvim aytardilar, bolam eldan qolmagin derdilar. Hali biz yoshmiz. Eldan qolishlik masalasi nima ekanligini tushunmasdik. Eldan qolmagin bolam, ko'pchilikdan qolmagin derdilar. Ulg'ayib haqiqatda tushunib yetdikki, bu eldan qolmaslik o'sha jamiyat bilan moslashib yashashlik ekan asli. Asli to'ppa-to'g'ri. Jamiyatni og'riqlarini his qilib, unga yechim izlashga harakat qilib, jamiyatni muayyan bir a'zosi bo'lib yashash bu juda katta narsa ekan. Mushaqa. Siz aytgandek ustoz, bugun haqiqatda shu ommaviy madaniyatni har bir millatga kirib kelib, o'sha millatni o'z qadriyatlari, urf-odatlariga salbiy ta'sirlarni ko'rsatishligi juda avjida. Va o'sha bu suhbatimiz avvalda gaplashilgan masala ijtimoiy tarmoqlar, telefonlardan foydalanishlik aynan mana shu ommaviy madaniyatni bizni mentalitetimizga ham juda bir tezkor suratda olib kirib bo'ldi. Ustoz, ayni mana shu jarayonda ilmiy sohaga ham bir yuzlanadigan bo'lsak, bugun ilm olaman, o'qishni xohlayman va karyera qilishni xohlayman degan o'zbek yigiti yoki qizi uchun, bir o'zbek farzandi uchun imkoniyatlar qanaqa? O'qishga kirish osonmi yoki qiyinmi? O'qishga kirgandan keyin, o'qishni bitirib chiqdi ham deylik, ish topish masalasi. Mana shu bugungi O'zbekistondagi ahvol, holat qanday shu borada? Hozir e'tibor qilsangiz, oxirgi 5-6 yilda o'qishga kirish ancha yengillashdi. Chunki oldin aniq cheklangan kvotalar bo'lardi. Biz aynan o'sha davrlarda qabullarda ishlaganmiz. Juda o'qishga kirish juda katta bir yutuqqa erishdik barobar bo'lardi. Hozir endi mana imkoniyatlar kengaydi. Oliy o'quv yurtlarida soni juda ko'paydi. Oldingi davrga qaraganda 2-3 barobar oshdi. Xususiy oliy ta'lim tizimlari yuzaga keldi. O'qishga kirish muammo bo'lmay qoldi. Diplom egasi bo'lish muammo bo'lmay qoldi. Oldin diplom egasi bo'lib olish muammo edi. Shuning uchun diplom qanday sohada diplomi bo'lsa bo'ldi, yo bir bo'limga boshliq bo'lardi, yo o'qimaganga qaraganda tezroq ishga joylashish imkoniyatlari bo'ladi. Hozir hachkalab mutaxassislar tibbiyot sohasida, boshlang'ich ta'lim sohasida, tilshunoslik sohalarida, kompyuter, texnika sohalarida hozir qanaqa soha ilg'or bo'lsa, haligi bozori chaqqon bo'lsa, bitirib yotishibdi. Muammo yo'q kirishda. Boradi, pulini to'laydi, to'lovini qiladi, 4 yil o'qiydi. Endi O'zbekiston endi haqiqiy ma'noda tan olish kerak. Mana oxirgi yillarni kuzatsiz. O'zbekiston bozorlarni xalqaro hamjamiyatga ochyapti. Mana xalqaro tajribalar olib kirilyapti, ta'limda, boshqada. O'zbekiston endi haqiqiy ma'noda kapitalizmga kirib keldi. Bu yoq endi kapitalizm. Endi oldingi davr depsinib turgan bir davr bo'ldi. Mana endi to'liq kapitalizmga o'tadi. Xuddi Yevropaning rivojlangan mamlakatlari, Fransiya, Angliya, AQSh, Yaponiya kabi davlatlar, Janubiy Koreya bu yerdan borganlar uchun chiroyli hayot bo'lib ko'rinadi, lekin endi bu yog'iga kallangda nima bo'lsa, bir narsa bo'lsa, o'sha chiroyli hayotni o'zing uchun yaratasan. Bu yog'iga endi diplom muhim emas.
Mana hozir ko'pgina davlat tashkilotlarini olasizmi, xususiy tashkilotlarni olasizmi? Oldin tanish-bilish qilib bo'lsa ham joylanardi ishga. Hozir unaqa bo'lmayapti. Hozir ish bersin. Hozir treyning davri deyapti. 1 oy ishlatib ko'raylik deyapti. 3 oy sinov muddati suhbatlashyapti rahbar. U ota-onasi kim bo'lishidan qat'iy nazar. Tanish davri o'tib ketdi endi. Hozir u eng nufuzli universitetni bitirsa ham diplom bilan hop deb turib bitta zavodga borsa yoki bir tashkilotga borsa, mana bir parcha qog'oz, mana shu mavzuda menga bir ma'lumot qilib keling deyapti. O'sha ma'lumot tekshiryapti. Qalami o'tkir bo'lsa, ishga olyapti. Yoki bir stanokni ko'rsatyapti. Mana shu stanok, shu strukturasini mana bunaqa boshqariladi bir kun. Tez o'zlashtirsa, o'sha 3 kundan keyin buyruq chiqarib ishga qabul qilib turibdi. Endi agar zo'r o'zini ko'rsata olsa, shu o'rgangan sohasini yaxshi tushungan bo'lsa, mana bir odam aytib qoldi, bu odamning sohasi aynan o'sha buxgalteriya bilan bog'liq soha edi. Men o'zim bir shogirdim bor edi. Buxgalteriya sohasi bilan bog'liq. U Sharqshunoslik universitetida dars bergan edim bolaga. Xullas bir joyda ishladi buxgalter bo'lib, keyin boshqa joyga o'tdi. Hozir endi nomini aytishim ham shart emas. Katta bir gipermarketda buxgalter bo'lib ishlayapti, katta tizimda. Keyin yaqinda ko'rishib qolsak, Ramazondan oldin ketaman dedim. $3000 beryapti. Nima bo'ladi endi 3000? Menga ozlik qilyapti O'zbekiston sharoitida. 5000 ga chiqarishdi hozir. Ozgina sabr qilib turing, ishni qiling. Mana 5000 ham bir 6-7 mingga chiqarib beradi. Chunki mutaxassisda. Bakalavr bitirgan xolos shu bola. Lekin buxgalteriya bo'yicha, umuman hisob-kitob bo'yicha xalqaro sertifikatlarga ega, o'zini buxgalteriya sohasini ipidan ignasigacha tushunadi. Hozir supermarket, katta korporatsiyalarni boshqarish oson emas. Har xil narx, har bir kirim chiqimini joy-joyiga qo'yish uning uchun juda katta kuchli IT yoki matematik hisob-kitob va zamonaviy programmalarni ham tushunish salohiyati kerak. Ko'ryapsiz, demak O'zbekiston sharoitida ham yaxshi daromad olish mumkin, faqat zo'r mutaxassis bo'lish kerak. Yaxshi mutaxassis bo'lish kerak. Biz yaqinda endi targ'ibotda yuramiz-ku, bilasiz-ku, Ma'rufjon o'zingiz ham. Toshkent City'da qurilish jarayoni bo'layotgan edi. Shunda o'sha yerdagi prorab aytib qoldiki, O'zbekistonda yo'q deydi shu mutaxassislikka, svarshiklar yo'q ekan, professional. Faqat lyubitel svarshiklar bor edi. Mana shuning uchun Hindistondan deydi, mana bu Indoneziyadan, Malayziyadan, Turkiyadan, Hindistondan asosan svarshiklarni olib kelib ishlatamiz deydi. $5000-$6000 ga ishlashadi bular deydi. Bizgilarchi desam, bizgilar professional emas, haligi chok-chokiga urib svarka qila olmaydi. Lyubitel ko'rsatgan joyingizni qilib beradi xolos. Yoki o'zi bilgan chiqib ketadi. Uni haligi yer qimirlashi, har bitta geometrik hisob-kitobini olib qiladigan mutaxassis yo'q ekan. Endi boshlandi bizda ham balandparvoz, osmono'par binolarni qurish. Bu osmono'par binolarni qurishda eng nozik ustun svarshiklik ishi ekan. Lekin bizda yo'q. Mana bu ham bitta hozir kasb va ilm uyg'unligi. Sohani zo'r tushunadi. Professional darajada bu yog'idan chiqib ketadi. U Amerikaga borish ham hojati yo'q. Mana qidirib yurishibdi. O'zbekistonda o'zida ham bemalol $5000-$6000 ota-onasini bag'rida. Faqat ish berish kerak. Endi oldingidaqa diplomim bor, bitta ish topib olaman degan davr kapitalizm endi bu. Kallada, hunarda, qo'lda salohiyat bor. Qo'ldan bir ish keladi, tirikchilik o'taveradi. Mana yaqinda bir Mercedesda Maybach degan eng oxirgi modelni olgan bir do'stimiz bilan gaplashib qoldik. O'sha odam aytayapti. Bitta yigit bor deydi, Toshkentda shu deydi, asosiysi deydi. Shunaqa professional usta deydi. Bir narsa bo'lsa mashinaga deydi, telefon qilaman, oching kapotni deydi. Shu telefonni tuzatib beradi deydi. Bunday qiling, bunday qiling deb turib, yo'naltirib, ochiradi shu odam. Hech qayerda o'qimagan. Lekin Germaniyada o'sha Mercedes-Benz zavodida malaka oshirib, sohani zo'r mutaxassis bo'lib kelgan. Hozir inomarka minadigan hamma aka qachon vaqtingiz bor? 5 minut vaqt ajrating, 10 daqiqa orqasidan yugurib yurishadi. Nimaga? Sohani tushungani uchun. Men buni bilasizmi? Bir 5 yil, 6 yil oldin Germaniyada o'qiganimda bir yili Freiburgdan Berlinga avtobusda ketganman-da. Yonimda bir Stuttgartda aynan shu Mercedes-Benz zavodida ishlaydigan bir nemis bilan ketganman. Yosh yigit. Yosh, endi bizdan 7-8 yosh kichkina yigit. O'tirib, nemislar gaplashib, qancha oylik olasan desam, 25 ming dedi. Yaxshi olarkansan dedim. O'qiganmisan desam, yo'q dedi. Men texnikum bitirganman. Shu avto zapchastlarda o'rganadigan, men avtotex xizmat bo'yicha kollej bitirganman dedi. Qancha ko'p olasan desam, sohani tushunaman men dedi. Zavod meni deydi,
haligi birinchi raqamli yetuk mutaxassis sifatida ko'radida, ketib qolmasin deb bizga yaxshi to'laydi. Endi dedim diplomlilar ham muammo yo'q dedi. Dotsentlar bor bizda deb berdi. Katta shu texnika sohasida ilmiy ish qilganlar bor dedi. 5000 yevro oladi dedi. 4000 yevro oladi. Unda 3-4 barobar kam olar ekan. Nimaga desa, ular faqat umumiy jihatlarga tushunadi. Aynan nozik nuqtalar kelganda Mutaxassis. bizga termilib turishadi. Biz kelib ishni hal qilamiz deyapti. Mana zamon shu endi bu yog'iga. Bugun haqiqatda ustoz iqtidor va salohiyat Iqtidor va salohiyat. oldingi o'ringa Iqtidor va salohiyat. Bir davrlar bo'ldi, zo'ravonlar davri bo'ldi. Bir davrlar bo'ldi, diplom egalarining davri bo'ldi. Mana endi iqtidor va salohiyat. Ish egalarining qo'liga o'tsa, jamiyat ham rivojlanadi, davlat ham boyiydi, mahsulot ham sifatli bo'ladi. Yoshlar ham o'sha o'zini qoniqtiradigan oylik, maoshli ishlarga ega bo'ladi. Shunaqa, rahmat ustoz. Ustoz, navbatdagi savolimiz ilm yo'lidagi tolibi ilm ukalarimiz, singillarimiz yoki abituriyentlar uchun qiziq bo'lgan bir savollardan biri. O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasini bitirib, qayerlarda ishlay olayman, qayerlarda ishlasam bo'ladi degan savol shaxsan menga ham Instagramda juda ko'p beriladigan savol. Shu savolga ochiqlik kirita olasizmi? Aynan misollar bilan. O'zi bilasizmi, dastlab ota-ona farzandini qiziqishlarini e'tiborga olish kerak. Birinchi galda sohaga yo'naltiradigan uni ota-onasi. To'g'ri, o'zini qiziqishlarini ham o'rganish kerak bo'ladi, otasi, onasi. Keyin o'sha qiziqishlarga qarab yo'naltirishligi kerak. Ota-onaning xohishi bilan bolani majburlab bitta yo'nalishga burib bo'lmas ekanda. Chunki o'zimiz pedagogik faoliyatimda shu narsalarga guvoh bo'ldim. Ba'zi bolalarimiz, talabalar keladida, umuman sohaga qiziqmaydi. Adashib kirib qolgan. Yoki ota-onasini qistovi, majburlashi orqali shu o'qishga kirgan. Undan ko'ra uni bolani qo'liga bir 20 ming dollar bersangiz, zo'r savdogar chiqadi. Yoki bir 10 ming dollar yoki bitta yaxshi haligi duradigonlik kasbiga bersangiz, zo'r bir mebelchi chiqadi. Lekin u sohaning mutaxassis chiqmasligi aniq, chunki muhabbat yo'q. U sohaga muhabbat yo'q. Shuning uchun birinchi nuqson ota-onani yo'naltirishda. Bolani qiziqishi bo'lsa, qo'l ko'taramiz. Lekin bolani qiziqishi bo'lmasa, majburlab sen mana shu manbalarni o'rganishing kerak, arab tilini o'rganishing kerak, shu sohani yaxshi mutaxassis bo'lishing kerak deb, umuman uni genetikasida bo'lmagan bir talabni majburlab singdirishga harakat qilish natija bermaydi. Berishi mumkin 100 dan 1 endi 100 dan 2. Endi Alloh taoloning haqqiga duo qilinib bir o'zidan ham g'ayrat bo'lib qolish kerak-da. Bo'ladi bunaqa holat ham, lekin kam kuzatdik. Ko'p juda o'quvsiz, shu bir amallab bitirib olsa bo'ldi. Ko'plarini ko'ramiz. Ko'plar bitirib oladida, ba'zan Otchopar bozoriga, ipodromga borib qolsak, Chorsuv yoki Temir Tesak mashina zapchastlariga, haligi Sergelidagi mashina bozorlariga, katta bozorga tushib qolsak, ustoz deb chiqib qolishadi oldimdan. Siz qayerda ko'rgan? O'qitgansiz-ku, Islom universitetida o'qiganman, 2019 bitirganman, 20 bitirganman. Men Sharshosiy universitetida o'qiganman. Men falon joyda o'qiganman. Tanimadingizmi ustoz? Nima bo'ldi desam, endi otani kasbini qilib yuribman deydi. Yaqin bir shogirdim ko'rib qoldim. Shogirdimning otasi oshpaz bo'lgan edi. Bir joyda to'yda biz yaqin og'aynimiz qizini chiqardi. Keyin mehmonlarni kuzatib, endi oshna og'aynilar o'tirib osh yeb o'tirsak, keyin haligi yigit ham chiqib qoldi. U yigit haligi oshpazlarning kiyimida endi kiyib olgan. U ham meni bir joyda, ustoz deb qoldi. Bilganimda sizga alohida solib berar ekanman. Nimaga tushunmadim desa, ammo oshpazmanman deydi. 4 yil lekin o'qigan qarang shu. Baribir dedi ota kasbdan tashqari chiqib keta olmadi. Demak, ota xato qilgan dedi. Ota undan ko'ra shu oshpazlikda eng kuliminal, eng nozik nuqtalarigacha ilmni berish kerak. Zo'r povur bo'larman. Hozir povurlar ham yomon topmayapti. Men degan restoranlarda shef povur bo'lganda 3000, 4000, 5000 dollar toparman hozir Toshkentda. Lekin 4 yil vaqt ketib qoldi-da. Baribir u sohaning vakili bo'lmadi-da. Endi o'shaning uchun endi shu sohaning vakili bo'lmoqchi bo'lgan odam esa Allohga tavakkul qilish kerak. Chunki birinchidan muhabbati bor va u odam bo'lish uchun kiryapti-da, inson. Rizqni hech qachon o'ylamasligi kerak. Ziyoli odam men nima ish qilar ekanman ertaga, bitirgandan keyin bola chaqamni qanaqa boqaman? Menga u o'ziga bog'liq, o'ziga topshiriladi. Chunki muhabbat bilan kiriladi. Shu soha muhabbat bilan o'rganiladi, tahlil qilinadi, o'zlashtiriladi. Alloh o'zi kutmagan tomondan rizqni olib kelib qo'yadi shunda. O'zi kutmagan holda. O'zi kutmagan holda. Men bir yili aytmoqchi bo'lganim bir davrlar bo'ldi-da endi. Shu paytda Toshkent Islom universiteti nomida faoliyat yuritilardi.
220 ming oylaydi masalan. Aytsam kulgili holat, lekin katta bir bo'limni boshliqligi shu oylikka ishlab yurilardi dedi. Keyin shunaqa holatlar sohani yaxshi tushunasiz, muhabbat bor, tashlab ketgisi kelmaydi. Lekin shu holatlarda bo'ldiki, boshqa sohaga ketsammikin endi, boshqa sohaga o'tib ketsammikin, bunaqada haqiqatda qanaqa bo'larkan endi deb turdim. Keyin bir delegatsiya kelib qoldida, unga keyin yozishib turaylik dedim. Bo'pti dedi. Nemis Germaniyadan bir o'zi oldin borib kelgan edim. Yana bir delegatsiya kelib qoldi. Men bajoni dedi, "Sen taklif qilaman" deb ketdi. Borishi bilan gapiga vafo qilib turib, taklifnoma jo'natdi. Taklifnoma bilan elchixonaga kirdim. Vizani urib berdi. 6 oyga ketdim. Har oyga yaxshigina mablag' to'lashdi. Ya'ni kelganimdan keyin DC qildim. Yani doktorskiy o'sha paytda PhD edim. O'zi kutmagan holda Alloh taolo sizni yana shu relsga solib. Aytmoqchi bo'lganim, muhabbat bor, sohaga qiziqish bor. Shu sohani o'rganishga intilaman har doim. Hozirgacha o'qiymiz. Bir odam shu sohani mukammal bilaman desa, bilingki o'sha yolg'onchi. Bir sohani, masalan arab tilini mukammal biladigan inson yo'q. Baribir hayotida qaysidir noto'g'ri yoki islom ilmlari mukammal biladigan olim deb berdi, yo'q. Inson umrini oxirigacha ilm izlanadi. Ilm izlaydi, o'zini ustida ishlaydi. Sal to'xtab qolsa, bu ketaveradi orqaga qarab. Shuning uchun doim izlanishda biz. O'zimiz kutmagan tomonlardan Alloh taolo rizqimizni beradi. Shuning uchun hozirgi yoshlarga aytmoqchi bo'lganim, muhabbat qo'ysa, samimiy bo'lsa, sidqi dildan bo'lsa va maqsad o'zini roziligi bo'lsa, jamiyatni bir og'irligiga yengillik olib kirish bo'lsa, o'zi kutmagan tomondan rizq kelaveradi. Rizqlar keladi. Men yaqinda bir qizimiz bo'lardi. Bir kelib qoldida, ustoz islomshunoslikni bitirgan edi u qiz. Bizda aynan islom akademiyasida turmushga chiqqan. Hech qayerda ishlamayapman ustoz. Anaqa qila olmadim. Maktablarda ham dars juda kam ekan. Uyda o'tirib qoldim dedi. Noumid bo'lmay dedim. O'shanda qiziqib kirganmiz, qiziqib kirganman. O'qib turaman o'zim, takrorlab turaman dedi. Noumid bo'lmay dedim. Sizga ana shunaqangi hozir bolalar tarbiyasiga sizga Alloh dedim imkoniyat ochib beryapti degan. Vaqtiga keladi, ana rizq eshiklaringizni ham ochib qo'yadi. Ilohim shunaqa bo'lsin dedi. Keyin bu gapga 4 yildan oshib qoldi. 4 yildan oshdi u. Yaqinda yozib qoldi o'sha qiz. Hozir Kanadani Montreal degan shahar bormi Kanadada? Shu shaharda xo'jayini neft sohasida bir ishga kiribdi-da, Kanadada bir neft naqasiga va oilasini ham olib ketibdi. Hozir bu qiz o'sha Kanadadagi 2-3 ta yolg'iz qariya oilalarda anaqa psixolog bo'lib o'shalarni birariga hayotga qaytarish, umid uyg'otish, psixologlikdan boshlagan, hozir juda katta klublar ochgan. Hozir deydi, ustoz deydi, oylik daromadim 15 ming, 20 ming dollargacha boradi deydi. Ko'p, hamma sharoit o'z-o'zi. Chunki deydi, ularda dahriylik, dinsizlik, egoizm, aytdik biz boshida xudbinlik, hamma o'zi uchun bo'lib ketgan, xudosizlik, e'tiqodsizlik, tushkunlik olib qo'ygan. Hamma yo'q zo'r deydi, lekin tushkun hayot, stress, ayanchli qariyalik juda rahmingiz kelib ketadi. Shunda umumiy men psixologik metodlar ishlab chiqdim. Sizlarda bergan ilmlaring menga asqotdi. Sizlar o'rgatgan o'sha islomshunoslik, fiqhga oid bo'lgan, hadisga, Qur'onga, psixologiya, islom psixologiyasi, ruhiyat bilan bog'liq matnlarni yana o'rganib kuchaytirdimda. Sekin 2-3 ta unaqa internet orqali bog'landim. Ularga ma'qul keldi. Odam so'zma-so'z ovoz olib turib Montrealda ancha nomim chiqdi. 200 tadan ortiq oila. Oxiri klub qildim. Daromad ko'payib ketdi dedi. Chunki ularning pensiyalari yaxshi. 4 ming, 5 ming, 6 minggacha, menga 200, 300, 400 dan bo'ladi dedi. Umid uyg'otaman. Har xil o'yinlar, har kitobxonlikni conclusion, xulosasi. Ko'rdingmi dedim. Sabr qilding, bolalaring joyiga qo'yding. Mana o'sha olgan ilming siraz meva bermadi-yu, lekin ma'lum bir muddat o'tgandan keyin o'shancha ertaga buni hikmati nima? Buni oqibatida faqat samimiy, xolis o'rganilaveradi soha. Faqat bu sohada men nima bo'larkinman degan savol berildi. Chunki bu shubhada. Alloh taoloning taqdirida la royba fi, shubha bo'lmaydi. Xolis Alloh sen uchun o'rganib rizqni o'ziga topshirish kerak. O'zi kutmagan tomondan rizqlarni beradi, rizqlantirib qo'yadi. Rahmat ustoz.
Hozir eslab o'tgan qizimizni faoliyatlari hozir ham davom etyaptimi? Hozir ham davom etyapti. Yana bitta qizimiz bor. Yana bitta qizimizni aytaman. Hozir faqat ismi esimdan chiqdi. Kolumbiya universitetining professori bo'ldi. Davlatimiz rahbarining qizlari kelganda uchrashdi. Aynan islomda ayol qizlar huquqlari bo'yicha Kolumbiya universitetida PhD himoya qildi shu qiz. Bu ham meni shogirdim. Sharqshunoslik universitetida o'qitganman. Shu qizni men ismini keyin sizga bildirsam bo'ladi. Men hozir hayolimdan chiqdi, lekin o'zim o'qitgan qizim shu qizga motivatsiya bergan edim-da bir paytlar. Shu qiz ham yaqinda akademiyada ko'rishib qoldik. Kelgan ekan. Davlat akademiyamiz rektori Muzaffar Murodovich Kamilov xonalardan chiqib kelayotganda ko'rishib qoldik. Sizlar tanishmisizlar deb qoldilar. Men motivatsiya shu ustozdan olganman deb e'tirof etib qo'ydi o'zi ham. Amerikaga ketgan ekan. Shu yerda u PhD bo'yicha himoya qilib hozir Kolumbiya universitetida professor bo'lib ishlayapti ekan. Qoyil. Amerikada O'zimizni qolgan. o'zbek qizi. Amerika o'zbek qizi Kolumbiya universitetida hozir faoliyat yurityapti. Unaqa shogirdlarim ko'p. Unaqa mendan bir umr xursand bo'lib, o'sha to'g'ri yo'nalish topib, minnatdor bo'lgan shogirdlar hozir butun dunyoda tarqalgan. Masalan, hozirgi kunda aniq aytishimiz mumkin. Mana katta vazirlik lavozimlaridan O'zbekistonda ham yaxshi lavozimlarda ishlayotgan shogirdlarimiz bor. Ularga ham doim biz to'g'ri yo'lda. Chunki murabbiy odam to'g'ri yo'lda ko'rsatish kerak-da. Hech qanaqa bir salohiyat kitoblar, manbalarni o'qigandan keyin unga to'g'ri yo'l. Bizdan yaxshilik shu qoladi va bizni kasbimiz ham shu. Rahmat ustoz. Ustoz o'sha hayotida muvaffaqiyatga erishgan bir qancha talabalarni eslab o'tdingiz va shu o'rinda bir narsa esimga kelib ketdiki, har bir insonga aslida qobiliyat berilgan. Va Imom G'azzoliyning Al-Arbaun fi usuliddin asarlarini o'qiganimda menga bir xulosa kelgan ediki, o'sha kitoblarning 3-4 qismida insonning qalbida bo'lishi kerak bo'lgan yaxshi xislatlar. 4-bobda esa inson undan saqlanishi lozim bo'lgan yomon xislatlarni bayoni keladida va o'shanda u kitobni o'qib xulosa qilganim shu bo'ldiki, Imom G'azzoliy hazratlar o'sha kitoblarda aytmoqchilarki, har bir qalbni Allohga do'st bo'la olish qobiliyati bor. Ana o'sha qobiliyatni kashf etishlik lozim degan bir masala o'rtaga qo'yilgandek bo'ladi. Men shunaqa xulosa oldimda va o'sha xulosamdan kelib chiqqan yana bir boshqa fikrlarim borki, demak, har bir qalbga Allohning do'sti bo'la olish qobiliyati berilgan bo'lsa, har bir ona o'z ortida Imom Buxoriylarni qoldirishlik qobiliyatiga ega. Har bir tibbiyot sohasida ta'lim olayotgan talaba yer yuzidagi barcha kasalliklarga davo, shifo topa olish qobiliyatiga ega. Iqtisod sohasida o'qiyotgan har bir talaba yer yuzida qashshoqlikni tugata olish qobiliyatiga ega degan fikrlarim kelib chiqdi. Va buning uchun inson o'sha o'zini qobiliyatlarini kashf qilishligi uchun eng muhim narsa nima, ustoz? Haqiqatda eng muhim narsa o'sha sohani birinchi raqamli mutaxassisi bo'lishligiga ishonish. Birinchi o'rinda o'zi ishonish kerak. Men shu sohani yetuk mutaxassis bo'laman. Ikkinchidan ota-onasining duosi. Ya'ni ba'zi onalar hozirgi kunda haramda imomim bor, Sudaysdan keyingisi. Shu yoshligida juda bir sho'x, o'yinqaro yigit bo'lgan ekanda, shu imomda agar naqsiz onasi doim duo qilar ekanda, bu o'g'lim hali bir kun Ka'baga imom bo'ladi deb yurar ekanda. Duo qilar ekan, Ka'baga imom bo'ladi bu o'g'lim. Dusari, menimcha. Imom Dusari degan imom bo'lish kerak. Hozirgacha mana haramda shu imom haqiqatan Ka'baning imomi, shu onasining duosi, otasining duosi, duo ijobat bo'lgan ekanda. O'zida ham ishonch. Birinchidan, bolani bizda endi ko'pinchachi onalarga bir fikrim bor ediki, talabim bo'lardiki, hozirgi davrda ko'p onalar, otalar alhamdulillah, o'g'lim yonimga kirib qoldi deydi. Faqat iqtisodiy tomonni o'ylayapti-da. Pul topib qoldi deydi. Hunar qo'lidan kelib ancha 3-4 tanga uyga olib kiradigan bo'lib qoldi. Yo'q. Bu rizq o'zi bilan bog'liq masala. Men yana qaytaraman. Uni yuksak, hozir aytdingiz-ku, iste'dod. Alloh taolo shu Imom G'azzoliyning gaplaridan kelib chiqib, juda katta salohiyat bordi mo'minning qalbida, aqlida, tafakkurida. Uni uyg'otish kerak. U nima bilan uyg'onadi? Duo bilan.
Va tinimsiz o'sha fikrni bolaga aytib turish kerak. Bolada nima hosil bo'ladi? Ishonch hosil bo'ladi. Otam shunaqa demak mendan chiqar ekanda. Men bo'lar ekanman. Haliga siz buyuk ishlar kutyapsiz o'g'lim. Napoleonni onasi shuna tarbiyalagan ekan. O'shaning uchun Bonapart Napoleon o'zi bir kichkinagina ko'rimsiz odam bo'lgan, lekin onasi mana sizni buyuk ishlar kutyapti, turing. Mana shunaqa buyuk ishlar deb oxiri o'zini fantaziyasiga kirib ketib qolibdi, oxiri qo'mondon bo'lib ketdi shu odam. Aytmoqchi bo'lganim, onani, otani pozitsiyasi muhim. Bizda ko'proq haligi to'rtanga topib kelib qolsa, yo'lini topib oldi deymiz. U pul keldi ketdi narsa u. Bolani katta motivatsiyalarga rag'batlantirish kerak. Bola ishonib borar ekanda keyin shunga. Keyin shunga intilar ekan. Ustoz gapingiz haqiqatda rost. Men hozir hayolimga, esimga kelgan bir voqeani aytib beraman. Rost akamiga, menda ham xuddi shu narsa bo'lgan hayotimda. Onam ertalab maktabga ketishligim uchun uyg'otar ekanlar. Bolam turing, qori bo'lishingiz kerak dedilar. Bolam turing, qori bo'lishingiz kerak deb uyg'otardilar va o'shandan menga kuch bo'lgan ekan shekilli. Va Qur'onga muhabbat ham aynan mana shu onamning so'zlaridan uyg'ongan va bu meni kuni bo'yi xotiramda aylanardi. To'xta, haqiqatdan men qori bo'lishim kerak ekan deb kuni bo'yi aylanib yurardim va mana shundan men kuch olgan ekanman ustoz. Hozir ba'zi bir mansabdor odamlarni ko'raman-da. Bittalarning to'ylariga ham bordim. Bittalarini tadbiriga bordim. Endi bir boshqa viloyatlarda, chekka bir tumanlarda atrof umuman sharoitni endi qo'yaverasiz endi. O'sha odam aytadi-da, otam tinimsiz bolaligimdan kallamga qo'ygan. Masjidlarda qolib ketma o'g'lim deb. Qarang, o'sha motivatsiya bo'lganda, shu yerlarda siz qolib ketmagin o'g'lim, sendan o'qishing kerak. Unishing kerak, o'sishing kerak. O'z o'rningga, kasbingga, fikringga, masjidlarda qolib o'sha narsa bilan bu katta bo'lganda bola. O'shaning uchun bir umr shu yerda qolib ketmaslik yo'lini qidirgan, o'zini ustida ishlagan. Haqiqatan bunday borsangiz ham shu yerdan chiqqanmi shu odam deb o'ylaysiz, shunaqa bir atrofi tog', bir yaylov, bir unaqa yo'q, bir hali sivilizatsiyadan uzilib qolgan hududlarni ko'rib, nahotki shu yerda o'sgan shu odam degan xayolga borasiz. Lekin o'sha motivatsiya aytganingizdek, yoshlikdan ota-ona uni ongiga qo'yib borsa, o'sarkanda u bola. Yoshlarga ham va bo'lgusi ota-onalarga ham shuni singdirishimiz kerak ekanda. Rahmat ustoz. Ustoz, bugungi ko'pchilik o'qishga kirishni orzu qilib turgan abituriyent ukalarimiz, singillarimiz orasida o'sha diniy ta'lim muassasalarida ta'lim olishni xohlaganlar juda ko'p. Va ularni hozirgi holatdagi o'sha ko'pchilik beradigan o'sha savollardan biri shuki, diniy ta'lim muassasalaridagi kirish imtihonlari jarayoni. Bir yil unaqa, bir yil bunaqa. Misol uchun o'tgan yili sertifikatlar qabul qilinmagan, bu yil sertifikat qabul qilinishligi haqida nizom e'lon qilindi. Nega unaqa har yili kvotalar soni o'ynab qoladi? Mana shu borada fikr mulohaza bilsangiz. Endi bu tabiiy, chunki hozirgi kunda mana Toshkent islom instituti, keyin Buxoroda oliy madrasa, Termizda oliy madrasa, Samarqandda jami oliy ta'lim maqomida shu Ma'hadda Toshkent islom institutining diplomi bilan barobar 4 ta oliy o'quv yurti tashkil etildi. Qarang. Oldin faqat Toshkent islom instituti bo'lsa, Buxoro, mana Samarqand va Termiz 4 ta. Va qolaversa undan oshiq madrasalarimiz bor mana Buxoroda, mana Samarqand, Buxoroda, Termizda, boshqa viloyatlarda ham. Endi bularning hammasi ta'lim nuqtai nazaridan musulmonlar diniy idorasiga, musulmonlar diniy idorasidan to'g'ridan-to'g'ri din ishlari bo'yicha qo'mitaga bo'ysunadi. Bular nazorat qiladi. Ta'limini ham, dasturlarini ham, kvotasini ham, imtihon olish uslublarini ham. Agar demak, oliy ta'limdan ayri. Albatta ayri bo'lganligi uchun oliy ta'limning tizimi bir xil ketadi. O'shaning uchun O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasi, boshqa vuzlarda muammo yo'q. O'sha B2 sertifikatini ega tarixdan, tildan, ona tili adabiyotdan, ijodiy imtihonimiz bor. Shunda o'tadi, yetarli ballni olib o'qishga kiradi. Lekin bu yerda har yil o'zgacha, chunki musulmonlar diniy idorasida ta'lim bo'limi bor. Qo'mita bilan muvofiqlashtiradi. Qo'mita bevosita o'sha boshqa tashkilotlar bilan muvofiqlashtiradi. Shundan kelib chiqib, bu yil qancha kvota beramiz, qanaqa fanlardan ta'lim beramiz, sertifikatni qabul bo'lishligi qanaqa deb maslahat kengashi to'liq oxirgi maslahat qilgandan keyin 2 oy oldin keyin e'lon qilinadi va ana shu e'lon asosida o'sha yilgi qabul aniq bo'ladi. O'shaning uchun
bir narsa muayyan bir tizimga solish qiyin, chunki bu aytganimizdek musulmonlar diniy idorasi qoshidagi diniy ta'lim muassasalari bo'lganligi uchun. Ha, rahmat ustoz. Ustoz, yuqorida eslab o'tdik, man Islomshunoslik akademiyasini bitirib qayerda ishlasa bo'ladi degan masala qo'yilgandi. Olgan javobimiz xulosasi shu bo'ldiki, ya'ni o'sha o'qiyotgan talabani iqtidori, salohiyati bo'lsa, yo'nalishida mutaxassis bo'lsa, u ishsiz qolib ketmaydi. Hmm. Lekin mendagi o'sha yana bir savol shuki, aynan qaysidir tashkilotlarda mana bu tashkilotlarda ishlashligi mumkin, iqtidor salohiyati bo'lsa deb ayta olasizmi? Va diniy ta'lim muassasalari, aytaylik madrasalarni bitirgan talabalar ham madrasani yaxshi bir iqtidorli talabasi bo'lib bitirib chiqqandan keyin mana bu joylarda ishlay oladi degan bir xulosa bersa bo'ladimi, bo'lmaydimi ustoz? Albatta bo'ladi. Chunki hozir O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasida ham ixtisosliklar ko'payib ketdi. Mana psixologiya yo'nalishi bor. Mana hozir dinshunoslik yo'nalishini bitirgan bolalar talash. Chunki hamma davlat, nodavlat vuzlarda dinshunoslik fanlari kiritilgan. Xohlagan vuzga borsa 1, 2, 3 stavkagacha darslar bor. Magistraturani bitirgan mutaxassis bo'lsa dars beramiz. Ayniqsa Yevropatoklarga rus tilida, ingliz tilida dars beradigan mutaxassisga juda katta ehtiyoj bor vuzlarda. Va ularga hattoki 20-30% gacha nadbavka qilib berishmoqchi. Ba'zilarga 100% nadbavkalar. Ehtiyoj katta, chunki oliy ta'lim talabi bilan dinshunoslik fanlari kiritilgan birinchi kurslarda. O'sha частныйmi, nodavlat, davlat vuzlarda bor. Bu o'z-o'zidan imkoniyat. Ikkinchidan, yaqinda bir talabam nima demoqchi edingiz? Ustoz, uzr, dinshunoslik fani yo'nalishi emas, Fanidan. fani faqat. Fani hozir hamma vuzlarda joriy qilingan. Ha, demak, dinshunoslik yo'nalishi faqat Islomshunoslik akademiyasi Akademiyasida, o'zida, o'zimizda boshqa oliy ta'lim muassasalarida esa dinshunoslik fani bor. fani bor. Ha. O'shaning uchun bizda islomshunoslikni, dinshunoslikni, shu akademiyani bitirgan mutaxassis borki, ular qabul qilyapti. Ha. Sababi sohani mutaxassisi, chunki tarbiya ham kerak bolalarga. Keyin aniq sohani mutaxassisi kirgani yaxshi ekanda. Albatta. Ikkinchi, din psixologiyasi bo'yicha mutaxassis bitta qizimiz bor edi. 2 yil oldin, 3 yil bo'ldi shekilli bitirganiga. Shu qizimiz bitirdida maktablarda xabaringiz bor, psixolog lavozim tashkil qilingan. Har bitta maktabda psixolog o'tiradi. Bitta maktabga kirgan shu qiz psixolog bo'lib, muammoli bolalar bilan ishlay boshlagan. Birinchi xolis aytdik-ku, samimiy. Xolis ishlashni boshlab turib, katta psixolog bo'lib ketsa bo'ladimi shu qiz? Katta, ya'ni mablag' tagida qolib ketdi. Sababi sekin-sekin tajriba o'laroq tarbiyasi og'ir bo'lgan bolalar bilan ishlay boshlagan, qalbida umid paydo qilgan, ertangi kunga ishonch, oiladagilar hayron. Bolam o'zgarib nima qilyapsiz? Mana shunaqa sekin taktikalar sinab ko'rgan, praktika sekin-sekin u bitta bola o'zgargandan keyin sekin-sekin u mahallada tarqalgan, maktabda sekin-sekin deydi, bitta xonani bo'shatib berishdi. Keyin o'zim psixologiya maslahatxonam, keyin haligi trening darslar 3 kunlik, 10 kunlik shunaqa bo'lib harakatiga bog'liq ekan. Mana aytmoqchi bo'lganim, din psixologiyasi degan yo'nalishimiz bor. Bu yerda nafaqat umumiy psixologiya, balki ruhiy psixologiya, ruhiy tarbiya ham e'tiborga olinadi-da. Chunki insonning o'zi jasadida ikkita ehtiyoj bor-da. Ruhiy ehtiyoj bor tarbiya, aqliy tarbiyada. Aqliy tarbiya pul topishga o'rgatsa, ruhiy tarbiya insondek yashashga o'rgatadi. Ikkalasi ham kerak. O'shaning uchun mutaxassislarimiz noyob. O'sha psixologiyani bitirgan qizlarimizga men ko'pincha guruhlarga kirib qolaman. Qayta tayinlayman. Buni chuqurroq o'rganinglar. Chunki jamiyat stressga tushgan, haligi asabga tushgan yoki negativ ruhiyat shakllangan oilalar ham bor-da. U oiladagi bola albatta bir tushkunlikka tushib qolganda, uni psixolog Zigmund Freydlardan gapirib chiqarish yo'li bor, lekin uni ruhiy tarbiya bilan hamohang chiqarish bolaga boshqacha ta'sir qilar ekanda. O'shani guvohini maliga qizimizda ko'rdim. Qizimiz ko'z tegmasa yaxshi, mana o'sha ko'ryapsizmi, 12 mingdan ortiq maktab bo'lsa, har bitta maktabda psixolog vakant ko'p. Juda ko'p. Bemalol qizlarimiz xohlagan maktabiga borib psixolog bo'lib ishlashlari mumkin. Yoki vuzlar turibdi, yoki bo'lmasa davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan qancha markazlar ochilyapti. Mana Imom Moturdiy xalqaro ta'lim markazi. Faqat til, salohiyat aytdik-ku haliga. Iste'dod ochilgan bo'lib, o'zida bir narsa bo'lsa, 2 barobar, 3 barobarlik oyliklik markaz yoki
O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi. Biroz juda gigant bino qurib berdilar, lekin bu yerda endi ishlaydigan odam kerak. Ishlashda ham salohiyatli. Biz yuqorida aytdik-ku, kapitalizmga qarab. Bu yoqqa endi iste'dod sohiblari yaxshi yashaydi. Dangasalar qiyin endi u biraligi. Ro'shnolik ko'rishligi. Kutyapti. Endi O'zbekistondagi islom sivilizatsiya markazi kunora menga telefon qilib, men u yerda ham bir faoliyatim bo'lganligi uchun forsini yaxshi o'qiydigan mutaxassislar bor, Ilhomjon deyishadi. Arabiy mutolaasi chiqqan, inglizchasi zo'r bo'lgan, notiq bo'lgan, tilni yaxshi bilgan, islom madaniyatini, islom san'atini tushunadigan aloqaga chiqishadi. Ko'z tegmasa mana o'sha hozir Toshkent islom institutini madrasani bitirgan bolalar ham ishlayapti shu yerda. Hozirgi kunda aytyapman-ku, siz madrasani bitirgan ekansiz, siz O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasini bitirib, unaqa bo'lmayapti. Sohani bilsa bo'ldi, ish bersa bo'ldi. Diplom rasmiyatchilik uchun rasmiylashtirilyapti. Mana diplom, ishlang. Chunki natija bersa bo'ldi. Hozirgi kun natija bo'lib qoldi. Chunki natija bermagandan keyin nima keragi bor? Rahbarga muammo, o'ziga muammo orttiradi. Ertaga uni o'rniga kimdir qilib berish kerak-ku baribir o'sha ishni. Albatta. Uni nima keragi bor? U boqimandalik kayfiyati ketdi endi. Faloncha akam o'g'li ko'ngil uchun bir 20 kun ishlatar, bir oy. Uzr, biz to'g'ri kelmadik deb turib, sekin javobini beradi-da. O'shaning uchun mana madrasani bitirganlarni hozir Sharshosiy qo'lyozmalar institutiga borsangiz ham madrasani bitirgan yigitlar PhD qilyapti, ilmiy ish qilyapti. Chunki arab tilisi bo'lganligi uchun qo'lyozmalarni o'qiyapti. Qo'lyozma manbalarni tadqiq qilyapti, tarjima qilyapti. O'zini tarix institutiga borsangiz mana bu yerdan topasiz. Qo'lyozmalarda o'zimiz islomshunoslik akademiyasida, Motrudiy markazi, bu yoqda Imom Buxoriy markazida yoki o'sha mana madrasa, 10 dan ortiq madrasalar, oliy ta'lim muassasalarida islomiy ilmlardan dars berib yotishibdi. Ish muammo emas. Faqat o'zini ustida ishlab shu sohani tushunish kerak-da. Sohani tushunmagandan keyin, eplab o'qolmagandan keyin chiqib olgandan keyin madrasani ayblaydi, uni ayblaydi, ish bo'lmadi, tanish bilish bo'lib ketibdi. Har xil vajlar bor, bahonalar bor. Oxirgi uni yigitlar poyabzal do'konidan topasiz, yo zapchast do'konidan topasiz, yoki bir qanaqadir oshxonadan topasiz. Oshpaz bo'lib ketgan bo'ladi yoki u ham kasb, u ham halol rizq ketmay yuribdi, lekin sohasidan ketmaganda. Sohasidan ketdi. Xuddi shunaqa voqea menda ham bo'ldi. Bitta xabar kelib qoldi. Islomshunoslik akademiyasini bitirib qayerda ishlasam bo'ladi? Mani bitta qarindoshim bor edi. Shuni qizlari Islomshunoslik akademiyasini bitirib ish qidirib topa olmadi. Qayerda ishlasam bo'ladi? Yo'q, kirmay qo'ya qolaymi deb to'g'ri SMS yozibdi. Demak, yaxshi o'qimagan ekan-da o'sha qiz. Shuni aytish kerak. O'qishga aqling yetsa, shu sohani yaxshi mutaxassis bo'laman deb o'zingni ishontira olsang, kir. Ishni o'ylama. Ish o'zi qidirib keladi. Eplolmasang, undan ko'ra yaxshi duradigonlikdimi Kasb yoki o'rgansin. parikmaxirlikdimi o'sha qizimiz, sartaroshlikdimi yoki zargarlikdimi o'rganganda u yaxshiroq hayot kechiradi. Boshqa hunarni, chunki hozir hunarga ham ehtiyoj katta. Hunarmandlar ko'plar bizdan yaxshi yashaydi hozir. Ochirit, yaxshi uy quradigan ustalar, ochirit. O'qimagan shular, lekin yaqinda bir ehtiyoj bilan uyni bir jihozni to'g'irlash uchun aloqaga chiqsam, 6 oydan keyin bo'shayman deyapti. 6 oygacha band ekan. 6 oylik ish tasavvur qiling, yaxshi professional ustalar ham hozir. Shuning uchun iste'dod sohiblari hech qachon kam bo'lmagan. Bundan buyog'iga ham endi kam bo'lmaydi. Rahmat. Sohani egalari. Ustoz, ayni shu sohamizga oid yana bitta qiziq bir savol, juda ko'pchilikka bir ajoyib bir yechim bo'ladigan. Islom institutida o'qishlik uchun madrasa diplomi shart qilib qo'yildi 2017-yildan buyon. Albatta. Buni sababini ochiqlay olasizmi ustoz? Endi menimcha sababi shu sohani, chunki bilasiz, islom ilmlari yengil soha emas. Odamlar masalan Mavritaniyada Dadu ochgan madrasa bor, 20 yil o'qish muddati. Derbandlar oldin 10 yildan kam bo'lmagan. 10 yil. Oson emas-da endi o'qish. Shuning uchun bularda menimcha fikr tug'ildiki, 4 yilda dunyoviylik ilmdan kelib birdan islomiy ilmlarni boshqa olib ketishligi 4 yil kamlik qiladi degan xulosaga kelyapti-da. O'shaning uchun tizimlar muvofiqligi kelishib olindi, dasturlar. Masalan, madrasada 3 yil muayyan bir islom ilmlariga oid bo'lgan fanlarni o'zlashtirib turib, ma'hadga o'tgandan keyin qiynalmasin, u davom ettirib ketish kerak-da. O'shaning uchun jami olsangiz 7 yil. 7 yil endi 8 yil. 8 yil, 4 yil, 4 yil. 8 yillik davr islom ilmlari bo'yicha yaxshi davr va
yaxshi mutaxassis bo'lib chiqadi. Ha, demak, Yaxshi mutaxassis bo'lib madrasalar chiqadi. boshlang'ich islomiy bilimlarni Albatta, beradi. albatta. Eee, Mana hozir Inson 2 yil instituti magistraturasini ham qo'ysangiz 10 yil bo'ladi endi. Albatta. 10 yilda haqiqatdan o'sha Deoband, boshqa xalqaro islom ilmlariga ixtisoslashgan maktablarda muddatiga yetib qolgan. Endi bitirgandan keyin haqiqatdan lider bo'ladi-da endi o'sha odam islom ilmlaridan bir fikr ayta oladi, o'zini xulosalarini bera oladigan darajadagi mutaxassisga aylanadi. Endi 11-sinfni bitirib ma'hadga to'g'ridan-to'g'ri kiradigan bo'lsa, yetarli darajadagi ilmni ola olmasligi mumkin-da. Chunki 4 yil islom ilmlariga mana arab tilini o'ziga qancha vaqt ketib qoladi. O'zingiz Juda, bilasiz-ku. juda Ha, ustoz. yoki fiqhni o'ziga qancha, hadis, tafsir, hammasi zalvorli, juda katta keng qamrovli fanlar hisoblanadi. Shuning uchun madrasadan boshlab keladi. 4 yil madrasa, 4 yil plus ma'hadda o'qiydi Toshkent islom institutida. Keyin 2 yil magistraturasini bitirib, yana bir 3-4 yil masalan xorij tajribalarini o'rganib kelsa, haqiqiy ma'noda islom ilmlariga ega bo'lgan alloma, olim darajasiga chiqadi. Inshaalloh. Xudo xolasa. Ustoz, yana bir ajoyib savol esimga kelib qoldi. Ko'pchilik so'rab yozishadiki, o'zi qaysidir oliy ta'lim muassasasini bitirgan. Hmm. Aytaylik, iqtisod sohasini yoki huquq sohasini bitirganda, ammo magistraturani Islomshunoslik akademiyasida o'qimoqchi. Hmm. Islomshunoslik yo'nalishida yoki Islom institutida ham magistratura ochilibdi. O'sha yerda magistraturada o'qisam bo'ladimi? Bakalavr huquqshunosligida bitirganman deb yozishadi. Shu borada fikr bildira olasizmi? Endi islom institutiga kelsak, u tizimli. O'sha madrasa tizimi, keyin ma'hadda bakalavr tizimini va to'g'ridan-to'g'ri keyin magistraturaga kirish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Chunki boshqa chetdan kelgan odam endi u magistraturasiga kela Davom olmaydi. ettira olmaydi. Chunki madrasadan chiqib kelish kerak edi, aytdik-ku. Demak, bosqichma-bosqich. Bu eng oliy ta'lim bosqichi bo'lganligi uchun quyi bosqichdagi ilmlarni o'rganmasdan, o'zlashtirmasdan turib endi magistraturaga kira olmaydi. Lekin O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasida tramplin, shifra, masalan, yuridikni bitirgan bo'lishi mumkin, bakalavr sohasini islom huquqi bo'yicha magistraturada o'qish imkoniyati bor. Faqat u tramplin bo'lib beradi. Chunki islom huquqi bo'yicha magistraturada umumiy qoidalarni o'rganib olgandan keyin ertaga Kuala Lumpurdami yoki Singapurdami yoki Islomoboddami yoki Dubaydami yoki Istanbul yoki Ar-Riyodda yoki Qohirada aynan islom huquqi bo'yicha PhD yoki keyingi maqomni o'zlashtirish uchun tramplin. Shu diplom asos bo'ladi-da. Chuqurroq yana o'zlashtirishlik uchun PhD keyingi ilmiy naqalarni ham dunyoviylikni biladi, aksincha yaxshi bo'ladi. Zamonaviy huquq tizimini biladi, keyin islom huquq tizimini qorishiq o'rgangandan keyin va kelgusida xalqaro tajribalarni PhD. Hozir katta muammo, o'rtada jarlik paydo bo'lib qolgan. Yurist islomdagi muomalat, jinoyat, uqubat, jazo, muomalat, fuqarolik huquqlarini yaxshi tushunmaydi. Faqat ibodat ko'z bilan ko'radi. Islom huquqi faqat namoz, ro'za, haj, zakotdan iborat deb o'ylab yuradi. Lekin uning ichida havola, mudoraba, murobaha, qancha shartlar, institutlar, munosabatlar borligidan umumiy eshitganlik, ichiga kirmaganligi uchun buni tushunmaydi, bu buni tushunmaydi. Aksincha o'sha yuridikni bitirayotgan talaba ertaga magistraturaga kelsa, sal fikri o'zgaradi-da. Ya'ni realroq, teranroq qarashlikka olib keladi. Xuddi shu yo'nalish iqtisodchiga ham taalluqli. Narxuzni bitirgan iqtisodiyotni bitirgandan keyin keladi, islom iqtisodiyotini o'qiydi. Ertaga PhD uchun mana zamonaviysi va islom huquqidagi iqtisod munosabatini bildi. PhD darajada Kuala Lumpurdami yoki o'zimizdami buni qorishiq bir tadqiqotlarga ehtiyojimiz katta. Tushunmayapti. Chunki mudoraba shartnomasi desa, zamonaviy iqtisodchi aytayaptiki, bu shariat doirasida-ku, bu to'g'ri kelmaydi bizga deyapti. Yo'q, mudoraba toza dunyoviy shartnoma bu. Buni hech qanaqa bir haligi shar'iy, buni masalan ibodat qismiga o'xshagan. Bu ikkita tomonning kelishuviga asosan qilingan shartnoma. To'g'ri, bu islom iqtisodiyotini ichida turganligi uchun uni ko'ziga shunaqa ko'rinyapti. Aslida Angliyada bor mudoraba shartnomalari. Amerikada bor. Nega? Dunyoviy mamlakatlarda deyarli hammasida mudoraba shartnomalari bor. Chunki eng ko'p munosabatlar shunda. Mana hozirgi kunda shunaqangi fikrlovchilar sal ko'payib qoldi shekilli. Haligi Sardor Umurzoqov degan bir mansabdor shaxs borlar. Angliyada o'qigan bu kishi, yaqinda kelganlarida ham o'zaro muloqot etdilar.
Nega islom moliyasi, nega mana mudoraba shartnomalarini biz chuqurroq, juda katta investorlar kelmoqchi deyapti. Nega Angliyada bor bu, Fransiyada bor, Amerika Qo'shma Shtatlarida butun boshli institutlar ishlayapti. Bizda hanuz bundan bir o'ylanib, ikkilanib o'tiramiz. Qachon joriy qilinadi degan keskin fikrlarni bildirganlar bir majlisda o'tirganimizda. Hozir 5 ta ortiq banklar уже olib kirdi bu shartnomalarni. Kelgusida rivojlanadi. O'sha iqtisodchilarning tafakkuri o'zgarganligidan-da. O'sha islom iqtisodiga kirdi shular. Kimlardir bankka qaytib borib ishlayapti. Kimlardir xorijiy tajribasi kuchaydi. Natijada islomiy naqalarni ko'rgandan keyin, ayo, bu umuman boshqa institut ekan. Dunyoviy, mana islom moliyasi, murobaha, mudoraba, musharaka, sherikchilik, yoki lizing, ijara shartnomalari. Hammasini biz o'zingiz bilan ko'rganmiz, o'qiganmiz. Bularni olsangiz hammasi dunyoviy prinsiplarga asoslangan. Fiqhda kelyapti endi shu. Fiqhda kelganligi uchun mana bu iqtisodchi uni faqat ibodat deb tushunyapti-da. Aslida Alloh taolaning maqsadi nima? Ikkita tomonni murosasini keltirib qo'yishdi endi. Ikkita tomon bir-biriga rozi bo'lgan holda shartnomani tuzyapti. Bu to'liq dunyoviy xarakterga ega-da. Har qanday dunyoviy xarakterdagi shartnomani ham oxirida yaxshilik yotadi-ku. Ezgulik yotadi-ku. Bir inson ishini bitkizish yotadi. Birovning hojatini chiqarish yotadi. Aslida mana bu fiqhdagi bu shartnomalar ham shu. Aytmoqchi bo'lganim shu iqtisod yo'nalishiga kelsa, bizda shu ma'lumot, mana yaqinda turizm ochildi. Men aynan kirdim shu turizm guruhidagi magistrlarga. Ochiq gap, zavq olishdi. Sabab unaqa ma'lumotlar, unaqa darslar o'tilmagan bizda dedi. Narxo'zi turizm yo'nalishida, sharqshunoslikda turizm yo'nalishida o'qib kelgan magistrlar, magistraturaga kirgan, ziyorat turizmi bo'yicha oldimizda turgan muammolar. Ziyorat. Biz faqat haligi qabrlarni, turistlarni faqat qabrlarni ziyorat qilish uchun emas. Bu ziyorat turizmi deb turib, masalan, Turkiya tajribasi, Misr tajribasi qanaqa, Malayziya tajribasidan kelib chiqib tushuntirdik. Hali sohanaga kirib kelgan turizm bo'yicha magistrlar boshqacha fikr, boshqacha tafakkur, boshqacha rejalar bilan ketishyapti-da shular. Ertaga qaysidir ma'noda ziyorat turizmi deganda faqat qabrlarga borib ikkita oyat o'qib, o'sha yerda sig'inish tushunib qolganda bizda. Butun boshli katta hozir mana shu gaplarimiz natija berib, e'tibor qiling, hozir Imombog' kompleks bo'lyapti. Muzey ham bor, 3D formatdagi katta teatr ham bor, katta masjid ham bor, oldilarida qabrlari bor, mehmonxona bor, kompleks. Mana Farg'ona viloyatida hozir yangi Marg'ilon qismida Burxondiin Marg'ilonning majmuasi qurilyapti. Teatr bor. Yonida yuridik universitetining filiali ochilyapti. O'rgansin dedi prezidentimiz. Xudoya bilan uyg'unda o'rgansin dedi. Demak, hali gaplarida tasdig'ida muzey, Burxondiin masjid, jome masjid, madrasa, kompleks. Mana bu xalqaro tajriba. Mana bizga kirib keldi. Endi bu yerda ishlash uchun ham diniylikni, ham dunyolik tushunadigan turist mutaxassislar kerak. Faqat haligi gidlik bilan ish bitmas ekan yoki kirib olib qabrni ziyorat qilish bilan ish bitmas ekan, u muzeyni yuritish kerak endi. Kutubxonasini yuritish kerak. Haligi madrasani endi erta dars berayotgan yuristlar Xudoyadan ham ozgina tushuntirishlar berish kerak bo'ladi. Bu yuristlar faqat bir tomonlama o'rganish bilan ish bitmas ekan. Davlatimiz rahbari o'shancha e'tibor qilsangiz, mana O'zbekistondagi sivilizatsiya markaziga qadam ranjida qilsangiz, kompleks bo'lib ketdi. Imom Buxoriy kompleks, mana Marg'ilonning kompleks, Nasafiy, mana yaqinda Samarqandda yangi Farmon Motrudiy kompleks qurilyapti. Majmua, uylar buzildi. Shu yerga kirgan odam to'liq Motrudiy haqida ma'lumotga ega bo'lib chiqib ketish kerak edi. Oldin faqat ziyoratga borilardi. Qabrini ziyorat qildi. Qabrini ziyorat qildi. Hozir endi kompleks. Shuning uchun biz mana shu turizm yo'nalishiga ham magistrlar kelyapti. Ham unisini ham bunisini o'rganishni menimcha ijobiy. Hozir kelgusi mana qilinayotgan ishlarga yaxshi sohani biladigan mutaxassislar boradi-da. Inshaalloh, Xudo xolasa. Ustoz, rahmat. Ustoz, ruxsat bersangiz, bilinch savol javoblarga o'tsak. Tamam. Xo'p, birinchi savolimiz. Bugun sizning nazdingizda talabaning eng katta dushmani bu ijtimoiy tarmoqlar. Bugunning tolibi ilmlari uchun muhim deb hisoblaganingiz 3 narsa. Qat'iyat, reja, maqsad. Siz barcha talabalar o'qish shart deb hisoblaydigan kitob. Sohasiga qarab. Sohasiga qarab. Masalan, har bir sohani o'zining darg'a asarlari bo'ladi, kitoblar. Siz o'zingizni islomshunoslik yo'nalishingizdan kelib chiqib bitta asar ayting. Xudoyani o'qib chiqishlarni tavsiya qilardim. Xudoy asarini.
Talabalik yillaringizda eng ko'p mutolaa qilgan kitobingiz? Yulduzli tunlar. Kirish imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tish siri bu Tayyorgarlik. puxta tayyorgarlik. Puxta tayyorgarlik. Dars tayyorlash uchun eng afzal vaqt. Sahar. Siz uni o'rganishingizda eng ko'p qiynalgan fan? Mantiq. Rahmat ustoz, rahmat. Va ustoz, bugungi mazmunli suhbat uchun tashakkurlarimni izhor qilib qolaman. So'ngida yana bir narsa iltimos qilib qolardim. Bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz va farzandlarini oliy ta'lim muassasalarida yoki diniy ta'lim muassasalarida bo'lsin o'qitishlikni niyat qilgan ota-onalar yoki abituriyentlarning o'zlariga bir tavsiyalaringizni bersangiz va shu bilan bugungi suhbatimizga yakun yasasak. Ota-onalarga, yoshlarimizga tavsiyamiz jamiyatimizga befarq bo'lmasliklari. Ya'ni O'zbekiston juda katta imkoniyatlar mamlakati. Juda ko'p yutuqlarimiz bor, lekin o'z navbatida kamchiliklarimiz ham, muammolarimiz ham yetarlicha. Shu muammolarni bir aql bilan, tafakkur bilan, uzoqni ko'zlagan holda, reja asosida bartaraf qilish yo'llarini o'ylashimiz kerak. Chunki ertaga bu mamlakat juda katta fayzli mamlakatda qancha zotlar o'tgan, shularni hok-poklari yotgan diyor bo'lganligi uchun Alloh taoloning nazari tushib turgan mintaqa bu omonat. Mana shu omonatni chiroyli suratda kelgusi avlodga yetkazish. Shuning uchun o'qishda rejani, maqsadni qo'yayotganda yoshlarimiz mana shu muammoni men hal qilaman, meni chekimga tushgan degan qat'iyat bilan yondoshlari kerak-da. Xuddiki haligi jamiyatga, mamlakatga bir arendada o'tirgan odamga o'xshab emas, shu uyning haqiqiy egalariga o'xshagan odamga o'xshab yondashsalar, ko'pgina muammolarimiz inshaalloh hal bo'lib boradi va yetuk mutaxassis bo'ladi va o'ylaysizki, har bir soha yengil bo'ladi keyin. Rivojlanish qancha taraqqiy etgan sari davlatda dunyoqarash, hayot tarzi, bir-biridan rozilik, xotirjamlik hammasi o'z-o'zidan paydo bo'ladi, rivojlanib boraveradi. Rahmat ustoz, tashakkur. Yana bir bor bugungi samimiy suhbat uchun o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Rahmat, xush kelibsiz ustoz. Ma'rufjon, rahmat. Siz ham studiyaga bizni chaqirganingiz uchun. Xudo xolasa manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Inshaalloh, xudo Suhbatimiz. xolasa. Sog' Rahmat bo'ling, ustoz, xush rahmat. kelibsiz.